Samarqand ahli bizni kutib olganlaring uchun hammalaringga kattakon rahmat. Xo'sh, o'rtoqlar. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchi, darvoza kuzatuvchi obunachilar. Navbatdagi gigant fasondagi darvozalarimizni olib kelib, o'z xonadon sohiblariga o'rnatdik. Ijtimoiy tarmoq orqali Azim aka bizni kuzatib, Namangan 3 tuman juda katta qishlog'idagi darvozachi bo'lgan darvozasiga murojaat qildilar. Hamda shu fasondagi Samarqand fasondagi darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Eniga keladigan bo'lsak, nalichkadan tashqari 4 metr, chekkalariga 30 sentdan nalichka chiqqan. Balandligi 375, qo'shimcha plus 50 sent nalichka chiqqan. O'zgacha uslub yasaganmiz. Usta akalarimizga kattakon rahmat aytamiz. Chunki biz o'zimiz buni uddala olmasdik. Chunki usta akalarimizga Alloh tomonidan shunday qobiliyat berildi. Ularga kattakon rahmat aytamiz. Darvozalarimiz Namangan viloyatidan kelyapti. O'zgacha uslubda. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Andijon va hokazo 12 ta viloyat, Toshkent viloyati, Toshkent shahriga dastlabki ustanovkalarimiz mutlaqo bepul. Bu darvozamiz 2-mart kuni o'ldirganmiz. 2-mart kuni mana bugun chisla 16-aprel o'z egalariga kelib o'rnadi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra 1,5 oy cho'zilib ketdi. Sabablarini hop uyda egalari xudo xolasa o'zlari tushuntirishdi. Bir ozgina muammo bo'lganligi uchun buning sherigi ham bor. Xudo xolasa davom relisda qo'yamiz. Darvozamiz operator iltimos, oldiroqqa keling, orqalari bilan 2 qavatli darvozamizni ko'rsatib o'tamiz. Eshitlik fikr ketib qoldi dedilaring-a? Yo'q, aksincha. Sizlarga darvozamizni ochib ko'rsatib berishni ham maqbul ko'rdik. Ko'rib turganingizdek, darvozamiz 2 qavat. Darvozani yopishimizning asosiy maqsadi endi ishdan chiqib ketishda. Har doimdek aka-ukalarimiz maqtagan Zuber zamok. Darvozani bunday qo'yishga qanday qo'ydi deb bir muxlislarimiz o'ylaninglarchi. Bu darvoza u yoqda bo'lsa, bu yoqda ariq bo'lsa, bular qanday qilib olib keldi ekan deb o'ylaninglar. Inshaalloh Alloh tomonidan bizga shunday hunar kasb berildi, qizor berildi. Biz shundan foydalanyapmiz. Bunga Alloh taologa hamd sanolar aytamiz. Darvoza tumanini kuzatishda davom eting hamda bizni nomerlar 94 884 95 95 Saydullo darvoza tuvaga murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.